inson tasavvuri hamda xotirasining bitta narsaligini men sizlarga hozir isbotlab beraman. Ya'ni tasavvur va xotira bir xil jarayon. Hech qanaqa farqi yo'q. Ko'zingizni yuming va yoshligingizdagi uyingizni eslang. Yaxshilab eslang, yaxshilab tasavvur qiling. Stollarni yoki shkaflarni, qanaqa o'yinchoqlaringiz bo'lgan yoki onangizni eslashingiz mumkin, onangizning yuzlarini eslashingiz mumkin. Yaxshilab ajinlari bormi, ro'mollari bormi tasavvur qiling. Yaxshilab eslang, yaxshilab tasavvur qiling. Endi ko'zingizni ochishingiz mumkin. Ahamiyat bering, tasavvur qiling desam ham, eslang desam ham bir xil ish qilasiz. Misol uchun uyingizdagi joylarni, yoshligingizdagi uyingizdagi joylarni, mebelni tasavvur qiling desam ham tasavvur qilasiz. Eslang desam ham tasavvur qilasiz. Ya'ni tasavvur qilish bilan bir narsani eslash hech qanaqa farqi yo'q. Umuman olganda insonning tasavvuri va xotirasi miyada bitta bo'lib ishlaydi. Ya'ni qanchalik tasavvuringiz kuchli bo'lsa, shunchalik sizning xotirangiz ham kuchli bo'ladi. Bizning sirimiz ham aynan shunda. Bizning tasavvurimiz juda ham kuchli va bu tug'ma talant emas. Biz shunchaki ko'p mashq qilamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, miyani rivojlantiring. Paka.